O'zbekiston Respublikasi Milliy energiya samaradorligi agentligi hamda Slovakiya Respublikasi hukumati tomonidan moliyalashtirilgan Birlashgan Millatlar Tashkilotining taraqqiyot dasturi doirasida energiya auditlari bo'yicha hududiy seminar tashkil etildi. Bugun energiya resurslaridan oqilona va samarali foydalanish nafaqat iqtisodiy, balki ijtimoiy ahamiyatga ega masalalardan biriga aylanmoqda. Ayniqsa maktab, shifoxona, bolalar bog'chasi kabi jamoat binolarida energiya sarfini kamaytirish orqali katta iqtisodiy samaraga erishish mumkin. Loyihaning asosiy maqsadi O'zbekistondagi jamoat binolarining energiya samaradorligi salohiyatini ro'yobga chiqarish, energiya auditlari uchun institutsion asoslarni mustahkamlash va mavjud imkoniyatlardan samarali foydalanishdir. Energiya auditi bu binoda elektr va issiqlik energiyasi qayerda, qancha va qanday samaradorlikda sarflanayotganini aniqlash imkonini beruvchi muhim jarayon. Seminar davomida audit natijasida energiya yo'qotishlarning asosiy manbalarini aniqlash, isitish va sovutish tizimlari, yoritish vositalari, binolarning issiqlik izolyatsiyasi hamda boshqa muhandislik tizimlari tahlil qilindi. O'zbekistonda ESCO deymiz, energiya servis kompaniyalarini bozorni rivojlantirish bo'yicha Slovakiya hukumatidan beg'araz grant loyihalar mablag'lari hisobidan biz loyiha amalga oshiryapmiz. Endi loyihaning asosiy maqsadi bu O'zbekiston hukumatiga va qolaversa kichik va o'rta biznes vakillariga mana shu energetika samaradorligi yo'nalishida bozorni kengaytirish. Bugungi tadbirimizdan asosiy maqsad bo'lsa, biz o'sha Slovakiya hukumati va xalqaro ekspertlarning yordamida O'zbekiston hukumatiga bir qator institutsional bir yechimlar taklif qilganmiz. O'sha bozorni rivojlantirish bo'yicha o'shani muhokamasi va taqdimoti bo'lib o'tadi. Bu yo'nalishda biz Samarqand viloyati, Jizzax va Buxorodan kelgan ishtirokchilarga o'sha yechimlarni ko'rsatib, joylarda, demak, treninglarni amalga oshiramiz. Jamoat binolarida energiyadan oqilona foydalanish tejalgan har bir kilovat ortida iqtisodiy samara, ekologik mas'uliyat va kelajak avlod uchun yaratilgan imkoniyat mujassam ekanini anglatadi.